Ya assalomu alaykum qaraka. Hozir bu narsani o'qib atib, har bir insonning narvada bo'lasin. Ko'zidan yosh keladi. Qachon hulqum Alloh Qur'onda falawla iza balagatul hulqum. Qachon jon kekitiga kelgan kezda va antum hina izin tanzurun. Al kezda tanzurun sizlar qarab turasizlar. Va nahnu aqrab ilayhi min hablil warid deb qo'ydi Alloh Qur'onda. O'shandaylar mana o'sha yerda o'sha oyatga tegishib, qachon hulqum tomoqqa kelgan kezda, jon chiqib borayotgan kezda yunadi munadin Alloh taoladan qayrilib bo'ladi ekan. Da'u hatta yuaddi al-a'za'u ba'dha ba'za. Biraz to'xtatqlar. Müçeler, azalar biri-biri bilan qo'shilib olsin deydigan ya Allah. Fayuaddi al-aynan iki ko'z qo'shilib ekan. Va yaqulani assalomu alayka ila yawm al-qiyamah. Qiyomatgacha elimiz salomat bo'l deb iki ko'z qo'shilib ekan. Ruhuz jonimiz chiqib borayotgan kezda. Va kadalika udlan o'shandaylar quloqlarımızdan qo'shilib ekan bir-biri bilan. Valiyadan qo'llarimiz va rijlan butlarimiz. Ya Allah, ya Allah.